Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 3-mart kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. Shamol-g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 darajalik, kunduzi 5-10 darajalik. Ust yurtda kechasi 7-10 daraja sovuq, kunduzi 0-3 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik. Cho'l hududlarida kechasi 0-3 daraja sovuq, kunduzi 3-6 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.